Assalomu alaykum. Anglayotganlar sabah ovozliq asarlari. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Amdi anglaydiganlar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti 2008-yil 4-oyda 2-qitim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi. Avtori Abdulla Talib. 19-bob. Davomi. Cho'rdib o'ltirishgan xalq to'pi ichida bir yigit Qashqar ravabini mung'liqchilib, avval Seyit Nochi qo'shiqini, orqadan Matitay tulum chashqan nomli xalq qo'shiqini unlik o'qishga boshladi. Kishilar butun zehnini qo'yib qo'shiqni anglayotdi. Bo'libmi, Matitayning zulm kulfatlari to'g'risidagi qo'shiq ta'sir qilib, bir muncha kishilarning ko'zidan taram-taram yosh eqib turadi. Ravabchining ikki hamrohimi uningga jo'r bo'lib tovlab turadi. Buloq beshi larziga kelgan edi. Qo'shiq oxirlashganda anglig'uvchilar yanchuqlarini ko'chlab, qo'shiqchilarga atg'anlarni sundi. Qo'shiqchilardan biri badam do'ppisini tutib, kishilar sungan pulni to'pni aylanib yurib yig'valatdi. Kishilar bir-birlab tarqalib, odamlar shalonlashgandan keyin Lutfulla berib ravabchining qo'lidagi ravabni so'rab, qo'liga oldida Qashqar ravabining nafs naqshini sinchilab ko'rib maqtadi. Orqadan yigitlarga savol qo'yib, "Sizlar bu yoqqa qayerdan va nimishga keldinglar, yigitlar?" dedi. "Har qaysimizning o'zimizga tushliq dardimiz, ish-pushqimiz bor. Dard bizni qamchilab, Qashqardan mushu yerga akeldi", deb ravabchi yigit avval javob berdi. 3 yetimchi boshlariga o'xshash nusxada badam do'ppa, uchisiga o'xshash salma yaqiliq uzun mata ko'nglak, mata ishton va putiga kash kiyib olgan edi. Ularning ichidan qangsharliq, qora ko'z, qisqa burut qo'yib olgan yiliqi ravabchi yigit shoirning savoliga yuqorqi javobni bergandan keyin, "Undaqda sizlarning dardinglar bir-biringlarga o'xshashmaydigandu?" deb Lutfulla yana yigitlardan so'radi. "Odamlarning dardi o'xshash bo'lamdi, apandim?" Siriq yuzlik bir yetimchi Lutfullaning ko'ziga qarab savol qo'ydi. "Odamlarning dardi nimishga o'xshash bo'lmaydi? Qani so'zlab beqing-a?" "Mening dardimni desizlar, apandim. Qo'shning yomon chiqsa, ko'chib qutulg'ili bo'ldi ekan. Eshking yomon chiqsa, setutib qutulg'ili bo'ldi ekan. Xotining yomon chiqsa, iloji bo'lmaydi ekan. Pulning yo'qsizligida aram bir xotin olsam, kechgacha kiyim g'alvisini qiladi. O'g'irlik qilsam texi bo'lmasa, yoki mening bo'lak kasbim bo'lmasa, mushu dard bilan yurtni tashlab, jahonsozlik qilib kelay deb chiqib keldim." Siriq yuzlik bu yetimchi ulug' kichik tinib, bir oz o'ylanib olgandan keyin qolgan ikki hamrohining dardini qo'shib so'zligili turdi. "Mavu ravabchi og'inam bir boyga 5 yil poda beqibdi. Boy dastlabda qizimni berman deb va'da qilgan ekan. 5 yil o'tgandan keyin qizi zar-zar yig'lab tursimi, uni boshqa bir boyning o'g'liga majburiy beribdi. Buni bo'lsa, ish haqqimni bermay qo'g'lab chiqiribdi. Endi mavi yinimda o'ltirgan g'arib do'stimning holini so'raslar, apandim. Bu texi mushu yaqindala suloqdan qochib chiqibdi ekan. Bizga yo'lda qo'shildi. Uni so'zlab kelsak, bugun kech bo'lib ketadi. Undaqda sizlar 3 kishining dardi birli dard", dedi shoir yetimchilarga tushuncha berib. "U bo'lsa-mu izlish, zulm dardi, erkinlikdan mahrum bo'lish dardi, muhabbatdan erkin bo'lolmaslik, ishsiz qilib xotinni baqolmaslik, begunoh qamlish, mana bular bir xil dard. Aranglarda suloqdan qochib chiqqan bir Seyit Nochi bor ekan, lekin Seyit Nochidek madarini yezib bergan o'zining o'lim xatini xandaringa topshirib pushaymonga qilishdan hazar aylashimiz kerak. Sizlar orqanglarga qaytmay, mushu atroflarda tirikchilik qilib turinglar. Tong vasliga yetadigan kunlarmi keladi." Lutfullaning so'zidan ta'sirlanib, qashqarlik yetimchilar o'rinlaridan turishdida qo'llarini sunishib, shoir bilan qizg'in ko'rishib ketishdi. Lutfulla Muniriddin va Bilal Azizi Ashma buloqdan ayrilganda qashqarlik yetimchilar ularning orqasidan agishib mandi va Yarbog' ko'chasi ig'ziga kelganda ravabchi yigit pichirlab, "Apandim, o'zlari kim bo'lalar?" deb Lutfulladan so'radi. "Men Lutfulla Mutallib degan kishi bo'laman.
Lutfullahning javobini anglagan hamon ravabchi yigit badam do'ppisining qetidan bir parcha xatni elib shoirga sundi. Qolgan ikki yigitmi do'ppilarining qetida yo'chirib saqlagan xatlarini Lutfullahga berdi. Bu ishdan hayron bo'lgan Lutfullah Muniriddin va Bilal Azizi xatlarni bir-birlab ichida o'qib chiqdi. Birinchi xat Qashqardan, Kaptardan, ikkinchi xat Feyzavatdan, Qurban Qilishdan, uchinchi xat Yakan Shahobiddindan. Demak, qo'shoqchi yigitlar yer osti partizan jangchilari bo'lib chiqdi. Bu ahvol mushu maxfiy xatda to'liq izhor qilingan edi. Lutfullah, Muniriddin, Bilal Azizlar xatni ko'rib bo'lgandan keyin xushalliqini bosolmay qilishdi. Ular Qashqarlik yigitlar bilan qayta qizg'in qo'l ilishib ko'rishdi. Qurban Qilish Feyzvatdan yetib kelguncha sizlarning aloq qiladigan odamlar ikkala kishi bo'lib turdi. Uning biri Bilal Azizi, yana biri Nurullah. Bundan keyin turmushinglarni mushu ikki sabdishimiz o'rinlashtirdi. Qolgan gapni keyin so'zlashayli, dedi orqadan Lutfullah. Atiganlikka, dedi Bilal Azizi Lutfullahning so'ziga qo'shimcha qilib. Sizlarning yetish qopishinglarni Xotan sarayga o'rinlashtirman. Biz dal peshin vaqti bilan shu sarayda uchrashayli. Ular bilan xo'shlashgandan keyin Lutfullah boshliq uch ziyoli bu yerdan burilib Miskara bozoriga bordi. Ular Miskara bozorida oq, ko'mir ko'k, qizil tushlardan yasalgan danqan, aptuva, kapgur, tuch bilazuk qatorliq hunar buyumlarini ko'rib mandi. Kun digar vaqti bo'lganda ular bozorning o'rtasidagi bir xalt ko'chaga kirib, yana bir oz mangandan keyin G'azna mahallasidagi Turdaxonning uyiga yetib bordi. Darvoza oldida ularni Mavlanjon kutib turgan edi. "Kechikib qoldinglar. Biror kashlab bo'ldimi nima?" dedi Mavlanjon. "Yo'q", dedi Muniriddin. "Bahor kunlarining fayzini ko'rib keldik." Mavlanjon bu uchaylarni mehmonxonaga boshlab kirdi. Ular uydagi mehmonlar bilan salomlashib ko'rishdi. Bu mehmonlar ichida o'tira yoshliq, saqili pokiz qaralgan, qisqaroq burut qo'yib olgan tambal bir kishi o'ltiradi. Dasturxon silinishning oldida Sohibxon bu kishini tanishtirib o'tdi. U asli qumulliq bo'lib, uzun yo'lga qatnab yuradigan tijoratchi kishi edi. Mehmonlar o'zaro tanishgandan keyin bir tarafdan tamoq yeb, yana bir tarafdan qizg'in parang'a tushdi. "Yaqindan beri kaptar uchib kelmadi", dedi Muniriddin. "Urumchi vaziyatidan xabar ola olmayotimiz. Yuandahua oila tavallarini ko'chirib yo'lga chiqdi", dedi tijoratchi kishi. "Vaziyatmi xili yaxshi." Tijoratchining mushu birinchi jumla so'zidan uning tarixiy bilimi mo'l ekanligi ma'lum bo'lib turadi. Lekin o'ltirganlarning hech qaysi bu so'zning haqiqiy ma'nosini bilolmay qoldi. Tijoratchi bu so'zni izohlashdan avval oldi bilan o'zining tarjimonini qisqacha so'zlab berdi. "Men Arturk noyisining Qurayisidan atam Temur qo'zg'olonga qatnashgan. Men 1930-yili Sali Dorg'a bilan birga Quraydagi dehqonlar harakatiga qatnashgan. Sali Dorg'a Oqsuga do'te bo'lganda men uning bilan birga edim. Keyin men tijorat bilan shug'ullanib, hukumat ishlariga aralashmaydigan bo'ldim. Tijorat qilish jarayonida mushu Sohibxon Turdaxon bilan do'st bo'lib qoldik." Tijoratchi orqadan yuqorida Muniriddinga bergan javob so'zini izohlab, lekin u Yuandahua qumulga borganda dehqonlar harakatiga rahbarlik qo'lini silishdan bosh tortmadi, dedi. Tijoratchining izohlashi tugishiga ulab, "Hozir vaziyat u chog'dagidan ko'p foydali, lekin Oqsuda dushman ichidagi xili ko'p sonni tashkil qiladigan yolqin tog'liq askarlarni tartib kelish intayin muhim masala", deb gap boshladi Bilal Azizi. Bilal Azizining bu so'ziga hech kim aldirab bir nima demadi. Bir pas jimjitlikdan keyin Sohibxon turdi xalpa va o'g'li Mavlanjon tijoratchi do'stiga tikilib qaradi. Qumulluq tijoratchi Bilal Azizining so'ziga "Yolqin tog'dan hammil chog'da", dedi tijoratchi so'zni davomlashtirib. "Abduxoliq Uyg'ur chiqavermaydi. Palta saplari mo chiqib qoladi.
bu jaholat davrida o'z go'shtini o'z yig'i bilan qo'rish avj olmoqda, deb javob berdi, yana tarixiy hikoya bilan. Qumulluq kishi mehmonlarning kayfiyatini kuzatib, ularning bu so'zlarga qizg'in quloq solayotganini his qildi-da. Yang Jiangjun 1908-yili mushu Aqsuga do'tay bo'lib kuch to'plagandan keyin 1912-yili butun Shinjongga hukmron bo'ldi. U pishiq Uyg'urshunos edi. Uning kuchaliq Hafiz Yingjang, Turpanliq Niyoz Yingjang, Lukchunlik To'xti Yingjang degan qo'lchumoqlari bor edi, deb so'zni yana agitib bayon qildi. Bir kuni Jiangjunning yaqinlaridan bir amaldor Jiangjunga bu odamlarning bizga qarshi chiqishidan ansirayman debdi. Jiangjun darhol hiliq amaldorga radiya beribdi. Yingjanglarim bo'lsa mening muhofazat kaltaklarim. Ular ko'ni xurumdan yasalgan harbiy kamarni, bo'libmi mansab nomini yaxshi ko'radi, shuhratni, ko'ranglikni ustun biladi. Lekin men ovga chiqqanda qushlagan yerimga o'zini atadi. Ular bir kuni asqatadi. Uzun o'tmay 1912-yili Temur xalpa boshchiligidagi Qumul dehqonlar harakati qo'zg'alganda Jiangjun degandek uning hiliqi ov itlari Qumulga avatlibgan ishqa yarabdi. Qumulluq ma'rifatparvar tijoratchining so'zlab bergan bu tarixiy faktlar Bilal Azizi, Munirdin va Lutfullani cho'nqur savatga ega qildi. Ular Qumulluq kishining bilimiga qoyil bo'lishdi va mushu ko'rishdan keyin uning bilan cho'nqur do'stlik o'rnatdi. O'zlari, dedi Munirdin, bugun bizga xili cho'nqur dars berdilar. Bizning o'rtaq maqsadimiz uchun bu yerda bir mezgilgacha turib berishlari mumkin bo'lurmi? Munirdin o'tirg'a qo'ygan talab Bilal Azizning boshda so'rgan savoliga uyg'un edi. Ular Yalqun tog'liq askarlarni tartib kelishda mushu Qumulluq kishi birdan bir salohiyat egisi deb o'ylashdi-yu, biroq uni ochiq o'tirg'a qo'ymadi. Qumulluq kishi ularning muddaosini pamlab, "Mening hozir Qashqardan Urumchi qarab ketib o'tishim. Aman bo'lsa, yana 1-2 oylardan keyin didor ko'risharmiz. Shu chaqda biz bir safda bo'lib ishlaymiz", dedi. 3. Keyingi bir necha hafta ichida Lutfulla kecha kunduz qadilib o'ltirib, berilib ishlab o'zining mashhur amgiki Davonlar ashqanda romanini yozish bilan band bo'ldi. U xalq ichidan nurg'un ma'naviy ozuq to'plagan edi. Har soha kishilari dehqonlar bilan, kasib hunarvanlar bilan, ma'dikorlar bilan, o'quvchi o'quvchilar bilan, yo'lovchilar bilan, sarkardan devonalar bilan, bilim ahlilar bilan yuz ko'rishib turmush o'rgandi. Nurg'un jonliq darslarni angladi. Kishilarning kasbiy va sarguzashtlari qarmoqqa bir-biridan farqlanib tursa-mu, lekin uning bir o'rtaq tarafi bor edi. Ashma buloqda Qashqarlik yigitlar bilan qilishgan suhbat bu nuqtani muayyanlashtiradi. Shunga Lutfulla o'zining bu romaniga Yiltiz degan muhim bir bobni qo'shdi. Bu uning uchun bir tarixiy kashfiyat edi. Yiltiz sarlavasi bilan boshlangan bu bobda Yiroq tarixdan peshqadam bovoylar va momaylarning eg'izdan anglagan turlik tuman cho'chaklardan naqllar oldi. Oddiy xalq tilidan meg'izliq qissalar berdi. Qonliq tragediyalarni hikoya qildi. Bularning hammasini bir cho'nqur uqumga mafhumlashtirib, jaholat va nadonlik degan ikki so'z orqali bir yiltizga tugunladi. Lutfulla bu bob uchun yarim oydan ortiq qon ter sarf qildi. Oxirida u o'zining bilimlik do'sti, mashhur o'gay ona dramasining avtori Abdulla Rozning ko'rib chiqishi uchun avatdi. Bir kuni oqshimi Abdulla Rozi o'zining 2 nafar Darul Muallimin o'quvchisidan bir parcha xat bilan Yiltiz babini qo'shib Lutfullaga yo'llab berdi. Abdulla Rozi xatida mundaq degan edi: "Do'stim o'rkishi, Yiltiz babini ko'rib chiqqanimdan keyin til va badiiy mahorating sana bo'lgan hurmatimni yana muhassilab oshirdi. Mazmundagi fojialik voqealar tasvirini o'qiganimda yuraklarim par-par bo'lib, original batlar ko'z yoshlarim bilan ho'l bo'lib ketdi. Bu qonliq tragediyalar
xalq bilan yuz ko'rishgandan keyin sizning obrazingning xalq qalbida mangu nurlanib turdig'iniga men amdi shak shubha qilmayman. Lutfulla Mutallib do'stining bu xatini o'qib bo'lgandan keyin o'quvchilar bilan suhbatlashdi. O'gay ona dramasizni Uchturpanga ilib bormoqchi bo'lyapsizlar? Shoir o'quvchilardan o'zi yaqinda mushu haqda anglagan xabarini aniqlash uchun so'radi. Abdulla Ro'z muallim safarvarlik doklati berib bo'ldi. Hozir tayyorlik ustida ketyapmiz, dedi o'quvchilardan biri. Bu qitimki safar 1,5 oycha bo'ladigan o'xshaydi, dedi ikkinchi o'quvchi qo'shimcha qilib. Yana nalarga bordikansizlar? Qumbosh, Oqyor, Ochtog', Uchturpan shahar ichi qatorliq joylarga bordiga o'xshaymiz, dedi ular. Sizlarning bu yerga kirganinglarni sirtda bir kim ko'rdimi? Darvozaning sirtida bir kishi oldimizga kelib, "Nega borsizlar?" deb so'radi. Biz uningga "Tuqqinimiznikiga" deb javob berdik. Qarsam u odam puxroch kiyinib olibdi, lekin belida tapancha bordek qiladi. Bizmi hayron bo'ldik. Biz eran qilmay udul darvozadan kirib kelaverdik. "Uyushkun", dedi o'quvchilardan biri yana. Maktabning tartib mudiri o'quvchilarning ayrimlarini chaqirib olib, "Jamiyatga aralashmanglar. Anglagan gap so'zinglarni ma'lum qilinglar", dedi. Saqchi xodimlarmi maktabni cho'rgilaydigan bo'lib qoldi. Biz parvo qilmay yuraverdik. Lutfulla qaqaqlab kulib ketdi. Orqadan savoqdosh do'stlarga: "Sizlarga darvoza oldida ko'ringani yantoq qutning yantoqlari. Gulning shixida tikini billa bo'ladi. Tikini bo'lmasa gulning qadri bo'lmaydi. Chimanzar yinida yantoq o'sidi. Bo'lmasa chimanning qimmati bo'lmaydi. Shunga yantoq qutning yantoqlari cho'ramda ko'paygan sari mening gulim shuncha puroqliq va xaridorlik bo'ladi. Yantoq baribir kishilarning nazaridan tushib qoladi. Gul bo'lsa millionlagan kishilarning ko'nglini o'ziga mangu maftun qilaveradi", deb izoh berdi va "Yantoqlar qopqon qurg'uvchilar", dedi Lutfulla yana so'zni davom qilib. "Ularning sizlardan so'raydigani chog'liq. Hozir qopqon boshqa yo'l ustida. Sizlar hozir ketaveringlar. Kech kirib qoldi. Men ati o'zim berib Abdulla Ro'zi bilan ko'rishib qaytaman." O'quvchilarni uzitib qo'yib, Lutfulla yana Panar yo'riqida yozishni davomlashtirdi. 5-oyning oxirlari edi. Bir shanba kuni kechda Lutfulla o'z hujrasida yana ijodiy emgak bilan jiddiy mashg'ul bo'lib o'tadi. Hujra ichiga to'satdan 2 nafar sohib jamol ayollarni boshlab yekim kirib keldi. Lutfulla darhol qo'lidagi original qog'ozlarni yig'ishtirib bir chetga qatlab qo'ydi. O'ning'ichilik yekim bilan 2 ayol bo'sh o'rin tepib o'tirdi. Qarshi ilinmaydigan bu yantoqlarning beab bir chaqda usibla kirib kelganini xo'shlamagan shoir ularga chiroy ochmay sovuqla qarshi oldi. "Xili kunlar bo'ldi", dedi hekim. "Ko'rishmidik. Uning ustiga o'zing yolg'iz zirkibmi qolgansan. Shunga seni yo'qlab kelishimiz." Hekim somkasidan 2 botlika haraq, 3 to'qining pishirilgan go'shi va non qatorliq narsalarni chiqarib shira ustiga qo'ydi. "Quruq qo'l, yolg'iz kelaversang bo'lmasmidi?" Shoir keyingi kunlarda o'zi uchun paramash, haraq va qalamqash hiylasimi ishlanayotganligini bargan sari tushunib ketmoqda edi. Shunga bugun u o'zining oldida o'ltirgan mehmonga texmi gumoniy qarab yuqorqi savolni qo'ydi. "Zirikkan chog'da bo'libmi yezishdan charchagan chog'da ko'ngillik dam olish kishining kuch-quvvatini asliga keltirdi. Go'zal ayol va aroq-sharob charchagan yurakning doğrusi." Hekimning so'zini anglab qalamqashlar nozliq ohanglari bilan kulishdi. Bu kulkini Lutfulla Mutallibning yoqtirmag'iniga qaramay, hekimmi ayollarga qo'shilib tangla kulib ketdi. Hekimning ikki ko'zidan quvluq shumluq chiqib turadi. Qalamqashlar g'amza noz qilib o'ltirishadi. "Bu deganlarining hammasi o'zining koni muqami", dedi shoir. "Charchig'inimmi, zirikkinimmi yo'q. Hayotning zinnati, hayot uchun to'g'ri tafakkur qilishda, turmushning haqiqiy ulfati oq ko'ngil bo'lishda." Lutfulla Mutallibning bu qat'iy ham vazmin javobini olgan hekim
dakka yegandek bo'ldi-da, lam jim deyolmay qoldi. "Men hozir Darul Muallimga borman", dedi shoir yana Hekimga jiddiy bishorat berib. "Abdulla Roznikiga", dedi Hekim parchalash tadbirini ishga solish uchun. "Shundoq, bu haqda so'zing bormidi?" "Bor edi." "Xo'p, bo'ladi. Undaqda xonimlarni yo'lga silib qo'yib, menga ayrimda." Qalam qashlar shoirning so'zini anglagan hamon o'ng'aysizlandi-da, darhol o'rinlaridan turishdi. Hekim ularga bir to'qining go'shtini gizlik o'rab berib yo'lga soldi. Orqadan "Anglashimcha, Abdulla Rozi ichimizga urib kirgizilgan gumonli kishi ekan", dedi shoirga. "So'zing shumidi?" Lutfullaning g'azabi o'rildi-da, "Obdan odamlarni qarsig'ila palonchi, pokonchi deb qaralash, ig'vo tarqitish eng razil, naqs odamlarning, haqiqiy ishpiyonlarning kasbiy hunari. Bu nervisi ojiz kishilarga oz-poz ta'sir ko'rsatishi mumkin, lekin aql o'shi joyida kishilarni bundaq qora niyat hargizmo oldi olmaydi", dedi Hekimga dakka berib. Lutfulla mutallibning bu so'zlari Hekimning yuragini xuddi xanjardek qo'chivatdi-da, u ujuqib turibla qoldi. "Undaqda men", dedi Hekim injiqlab, tatirib va tili kalvalshib. "Ishonchsiz bo'lib qoldimmi? Ishtonga chiqqan ko'ngilga tayin deydigan tamsil bor. O'zi chiqqan turib, kishini chiqaq desa, kishining g'idiq kelmamdi. Bu nomardlik emasmi?" "Do'stim, men undaq emas. Men hozir oldinda tuzg'i dastab beray, Qur'on tutib beray." Gap uningda emas. Suni litib biliq tutmoqchi bo'lgan odamlar cho'ng jinoyat o'tkazdi. Tulka tumshqidan ilnar, bo'ra o'shqidan. Mana bu o'rnish tegishlik bir maqol. Shoirning nishonliq atgan o'qiga Hekim qayta javob berishga petnolmadi. U o'zi akalgan aroqdan bir piyolaga liq to'ldirib qo'yib, yolg'iz ichvatdi-da, "Men keyin kelib sana qasam ichib berman. Bo'ldimsa, bugun ketib qoldim", dedi yana orqadan. Hekim tikivatgandan keyin shoir Abdulla Rozi tarafga bormay eshikni ichidan elib olib, bugungi ahvolni xotirasiga tafsili yozib qo'yib uxlab qoldi. Tungun oqshom Abdulla Rozining yotig'ida Lutfulla mutallibni kutib, tit bo'lib ketgan Muniridan atsi sahardala shoirning hujrasiga yetib keldi. "Nim bo'ldingiz? Oqshom shuncha kutib ketdik", dedi Munirdan. Eshikdan kirmayla Amdila o'rnidan turib yuz ko'zini yuvishga tamshlayotgan shoirga "Qaramamsiz shira ustidagi hashamatlarga", dedi Lutfulla. "Bizmi oqshom bu yerda katta ziyofat o'tkazdik." Muniridan shira ustida yiqiqliq turgan to'qi go'shi, ikki bo'tlika haraqni ko'rib bir oz ishinib qoldi. Lutfulla yuz ko'zni yuvib bo'lgandan keyin Munirdinning yeniga kelib o'ltirdi-da, oqshomgi voqeaning jarayonini aynan so'zlab berdi. "Mundaqdanga", dedi Munirdin. "Ish biz qiyos qilganimizdagidek, biz buni ko'p qatim tasavvur qilishgan edik. Bizga bu o'yinlar allaqachon ma'lumlik edi. Hekim oqshom bizga Qur'on tutib, qasam ichib beradigan bo'lib ketdi. Qazzoblikning niqobi qasamxo'rlik. Hekim bizni qopqonga dastish uchun har qanday hiyla-mikrlarni ishga sola oladi. Biz tarixiy saboqlarni esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Biz qaytadan taratib pushaymoniga qolmasligimiz kerak." 19-bob tugadi.